Bu bizning davrimiz. Atimi emas, boshqa kunimi emas. Dal hozirning o'zida. Eng yaxshi utuqlarimiz o'tmishimizda qolmasligi kerak. Yashash go'zal, shirin tushlar uningdimi go'zal. Ammo hammadan go'zal bo'lgani tushdan uyg'onib, uni reallikka aylantirish uchun kurash qilish. Men quloq seling. Jo'shqin tarbiyalar sizga ilhom bo'lsin. Ushbu terminlarni Tavfiq Ma'arif tarbiyalash markazi alohida talab qilgan. Hamsa savol so'rashni boshlayman. Ma'qul. Birinchi savol, seningcha kichik bola bo'lganning qanday yomon tarbiya bor? Kichik bola bo'lsa, ishlaydigan topshiriq bak jiq bo'ladi. Lekin maktabda o'qishmi bak ko'ngillik ish. Shunga maktabda o'qish yaxshimi emas, yomonmi emas, o'ttirliqda turadi. Yoshqa cho'ng bo'lganning qanday yomon tarbiya bor? Yosh vaqtingda qila oladigan ba'zi ishlarni qila olmaydigan bo'lib qolasan. Masalan, egilib turib yeydigan narsalarni ololmamsiz? Uni qila olmayman, lekin qayriganda badan bak qo'lashmaydigan bo'lib qoladi ekan. Bilaman, cho'nglar egilganda beli bak og'riydi-a? Shundoq, to'g'ri deding. Yana odam qayriganda kasalchan bo'lib qoladi. Men go kasalchan bo'lib qolmay, lekin ko'pincha cho'nglar shundoq. Yomon bo'ldi. Shundoq. Men doktorxonaga opa meni tuqqanda shu birli qatim berib boqqan edim. Mundaqda, sening cho'ng bo'g'ing bormi? Balkim bormikin, agar men cho'ng bo'lsam, bozorlardan xohlaganimni ola olayman, yana to'y qila olayman shu. Sizning yoshligingizga qaytqingiz bormi? Nimishqa? Yoshlikning eng chong ortiqchiligi shuki, odamning yosh vaqtida texim ko'p vaqti bo'ladi. Shu vaqtlardan foydalanib nurg'un ishlarni qila oladi. Masalan, padishlar bilan indiyalar degan o'yinni o'ynashga vaqt chiqadi. Uni menmi o'ynayman? Rostmi? Rost? Mana bu yoshligimni yoqtirishimning sababi. Men yana tasavvur kuchimni joriy qildira olayman. Hozir tasavvur kuchingizni yo'qotdingizmi? Nima degan ichinishlar? Men hozirmi o'yin o'ynasam bo'ladi? Rost? Sen keyin muhabbatlashamsan. Seningcha muhabbatlashgandek to'yg'u qanday bo'ladi? Meningcha bolalarimiz bor bo'lsa, bek ko'ngillik bo'ladi. Lekin balaning zakisini almashtiradigan ish bor. Umi ko'ngillik bo'lg'idak. Lekin bola yig'lab ketsa qanday qilaman? Bolaga qizilchash aydining naqshini aytib pasdan bo'lg'idak. Amsa hozir yaxshi ko'radigan odaming bormi? Sen kimga amroq? Opangama, dadang'ichu? Men dadamg'imi amroq, uyimizdagi hammasiga amroq. Siz birasini yaxshi ko'rib baqqanmi, qandaroq tuyg'uda bo'lgan? Bu men boshqalarga qaraganda chin so'ygini kechkiroq uchratgan. Amsi to'y qildinglarmi? Yo'q, to'y qilolmadik. Baxtga qarshi u qiz o'lib ketdi. Bek afsus. Shundoq, to'lim afsus, kasal bilan o'lib ketdi. Yig'lig'im kelyapti. Yo'q, yig'lama. Hargiz yig'lama. Hayot aslimi shundoq bolam. Qayg'umi, xushallig'imi bor. Lekin u menda nihoyatda go'zal aslimalarni qoldirdi. Odam dunyoda ko'pincha vaqtlarda aslim ichida yashaydi. Hammadan muhim bo'lgani shu go'zal aslimlarni esimizda chin saqlash. Sana deydiganim bo'lsa bolam, odam puli bo'lsa baxtli bo'lmaydi. O'zing yoqtiradigan ishlarni qilish orqali xushallik top. Chunki sen xush bo'lsang, boshqalarmi sen bilan teng xush bo'ladi. Meningmi sizga taklifim bor? Normal bo'ling, bekdet bo'lmang. Boshqalarni bo'lsa qilmang. Bizning maktabda Olikis bir og'inam bor. U har qatim yorlanganda berib uni quchoqlab qo'yman. Gerçi boshqa hech qanday yordam qilolmasam-mu? Bu bak yaxshi taklif bo'ldi. Yana o'zing bo'l. Boshqalar qanday odam bo'lishini kontrol qilib olmasin. O'zing bo'l, haqiqiy o'zing bo'l. Ma'qul. Hayotini muvaffaqiyatli o'tkazganligingga ishonaman. Sen hozir bir to'g'ri yo'lda ketyapsan. Yana nurg'un do'stlaring bor. Shunga do'stlaringni qadrla. Har bir kuningni yaxshi o'tkazgin kela. Men dunyoda orzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va orzuga tirishchan kishilarga mansub. Ikkilanmang, bal qo'yib o'tmang. Har qanday ishga cho'qim bir amal bor.